Sepadigan tropikan degan narsa bor, ko'z uchun tomizlaydigan narsa. Buni otini suv deydi. Chars deydi, masterka deydi, nasha chakiladigan, kalla, galovka deydi. Tanishlarim bor, shu savdo sotiq bilan shug'ullanadiganlarni bilaman. Keyingi videolarimizda shu oldi sotiq qilayotgan insonlarni va siz meni ko'rib turgan tanigan odam menga qarab turibsiz-ku, sizni videoyingiz keyingi safar chiqib qolishi mumkin. Shu narsalarni oldi sotiqlar bilan shug'ullanayotgan odamlarni oshkor qilish va shu narsalarga qarshi chiqish. Xo'p, bugungi mavzuyimiz qaramlik haqida. Qaramlik nima? Har xil narsaga qaramlik bo'ladi. Kimdir kitob o'qishga, kimdir yaxshi narsa yeyishga qaram bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda eng avjiy narsa bo'layotgan narsalarimizdan bittasi narkotik moddalarga qaramlik. Aptekadagi dorilarga, xalq tili bilan aytilganda buni nomlari ko'p. Tabletkani konfet deydi. Burniga sepadigan tropikan degan narsa bor, ko'z uchun tomizlaydigan narsa. Buni otini suv deydi. Chars deydi, masterka deydi, nasha chakiladigani, kalla, galovka deydi. Shu narsalar haqida bugungi mavzuyimiz shu, qaramlik haqida. Ko'p narsalar yoshlarimizdan olib qaraydigan bo'lsak, masalan, arzimagan pul turyapti, masalan, 50 ming, 60 ming so'mlik tabletka ichyapti. Maktab bolalari ham, hatto 10-sinf, 11-sinfli bolalar ham shu narsalarni iste'mol qilyapti. Sen qayerdan bilasan bu nasha, bu narsalarning yomonligini degan bo'lsa, men endi ancha yillar oldin bir marta, 1-2 marta iste'mol qilib ko'rganman. Bu narsani iste'mol qilib ko'rganman, bu sog'lig'iga zararligi, cho'nchagiga zararligini ko'rdim. Endi hozirgi paytda ko'rib turgan narsam, yon atrofimda do'sti birodarlarim bor, o'rtoqlarim bor, qo'shnilarim bor. Shularni ham ko'ryapman. O'sha yengil kayfdan qilib ko'rishyapti. Masalan, nasha olib ko'rishga nasha qimmat hozir paytda. 400 ming deydi, masalan, Chars degan masterkasini birgina. Qayerdan bilasan, o'zing sotib olasan degan bo'lsangiz, endi eshitamiz. Ko'chada bir xilda taksichilik qilib yuraman, odamlar gapiradi. Shu narsadan bilaman, masalan, 400 ming so'mdan ovutda 100 ming so'm, 100 ming so'm bolalar pul tashlashib olishi mumkin. Uje bunga puli bo'lmagandan keyin halol ishlab turgan ishini yig'ishtirib turib, odamlar shunaqa insonlarni bilaman men. Shu ishga o'tib ketyapti. Xalq tili bilan aytganda barigaliga o'tib ketyapti. Oila bola chaqasini ham shu bilan boqyapti. Oldin o'zi bilan birga chakib yurgan, pul tashlash, chakib yurgan odamlarga hozir o'zi kak vositachi bo'lyapti. Ishonchliroqda bemalol sotyapti. Shu narsalarga o'tyapti, ko'p pul yeyapti, hozir paytda chiroyli mashinalar haydashyapti, Equinox, qimmat mashinalar haydab yuribdi. Xo'p, meni maqsadim nima? Imенно shu yoshlarimiz, imенно shu 10-sinf, 9-sinf, 11-sinf yoshlarimiz, o'g'il, qizlar bor, har xil odamlar bor. Shu tabletkani yeyapti, bepushtli kasallik olib kelyapti, bir-birini o'ldirishga olib kelyapti. Faqat shu savdo sotuvlarga o'tirib olganlar bor. Men taniydigan shunaqa insonlar bor, shunaqa savdo sotuvlar bilan hozir shug'ullanib berilib ketgan insonlar bor. Va shunaqa o'zimning tanishlarim bor, shu savdo sotiq bilan shug'ullanadiganlarni bilaman. Men nima demoqchiman? Bugundan boshlab qo'yiladigan bu videomiz bu birinchi videosi. Keyingi videolarimizda shu oldi sotiq qilayotgan insonlarni va siz meni ko'rib turgan tanigan odam menga qarab turibsiz-ku, sizni videoyingiz keyingi safar chiqib qolishi mumkin. Aniq chiqishi mumkin. Masalan, bordimmi, masalan, "Voy, quloq ekan, qo'y berdi ekan" degan gaplar ham bo'lishi mumkin. Yo'q, u uchun emas men. Men pul uchun qilmayapman bu narsani. Nima uchun? Kelajak uchun. Kelajagimizda meni farzandlarim bor, o'zimni ham. Shu narsaga o'tirib qolmasligi uchun, shu narsaga qaram bo'lib qolmasligi uchun. Mahallada do'chi o'g'irlab yemagan bolalar-da, ikkita shu tabletkani yeb yoki nashani chakib, o'zidan bir kuchli his, qanaqadir kuch beraveryapti-da, shunaqa tuyulyapti, bir-biriga pichoq tiqib qo'yishlar bo'lyapti, har xil janglar bo'lyapti, urush to'polonlar bo'lyapti. Maqsadim shu. Shu narsalarni oldi sotiqlar bilan shug'ullanayotgan odamlarni oshkor qilish va shu narsalarga qarshi chiqish. Keyingi videoyimda siz ham videoyingiz chiqib qolishi mumkin, aniq. Keyingi videolarimizni kuzatib boringlar. Oldi sotiq qilayotgan insonlarni oldiga boramiz va oldi sotiq qilmoqchi bo'lgan insonlar bilan suhbatlashamiz telefonda va har xil yolg'onlar. Bu yolg'onlarni chekirgan faqat narkotik narsa emas, bu yolg'onlarda keyingi videolarimizni ochib ko'rsatamiz. Boshlanish to'lovisiz uy deydi, boshlanish to'lovisiz mashina deydi. Har xil Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasida bo'layotgan firibgarlik, mashinistlik sohalarini men ochiq-oydin ochib bermoqchiman.